Mijozlaringiz qanchalik qadrli ekanini bilasizmi? Ya'ni biz hozir LTV haqida gaplashyapmiz. LTV lifetime value. Ko'pincha tadbirkorlarda shunaqa klientskiy bazada shunaqa mijozlari bo'ladi. Bitta mijozingiz bor, u sizdan 20 millionlik mahsulot sotib oladi bir oyda bir marta. Yana bir mijozingiz bor, u sizdan 2 millionlik mahsulot oladi, u sizdan har hafta oladi. Yana bir mijozingiz bor, u sizdan har oy 5 million oladi. Qaysi biri siz uchun yaxshi, qaysi biri siz uchun muhim? Endi buni ko'rsatkichi bor. Ya'ni bu LTV qilib hisoblanadi. Mijozingiz o'rtacha summasi, uni olgan mahsulotlarning miqdori ishlagan davriga hisoblanadi. Siz bularni ko'paytirganingizda u 2 millionlik mijozingiz har hafta 4 marta bir oyda bo'lsa, 6 oy davomida u 24 marta bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni u 48 millionlik sizdan mahsulot oldi. Endi 20 millionlik mijozingiz har 3 oyda 20 million olyapti. Bu sizdan 20 million oldi, 2 marta oldi, 40 million oldi. Endi 3-variantimiz qanaqa dedik? U sizdan har oy oladi, 5 milliondan oladi. Har oy oladi 5 millionni, u 6 oy davomida 30 million oldi. Biz Pareto o'qiganimizda bu narsalarga ko'p ahamiyat qaratamiz. Mijoz siz bilan katta summada ishlashi mumkin, lekin u katta oraliqda ishlashi mumkin. Mijoz siz bilan har oy ishlashi mumkin. Mijoz siz bilan har hafta ishlashi mumkin. Shularni inobatga olish kerak edi. Shunda LTV ga qarab turib mijozingiz qanchalik qadrli ekanligi aniqlanadi.